Biz organik narsalarni yaxshi ko'ramiz, shundaqmi? Ya'ni organik yemak, organik ichimliklarni. Hammaylar yemak-ichmak tanlashda o'zi va bolalar uchun organik bo'lganini tanlashga tirishadi, ham shuni izlaydi. Masalan, organik sut, organik asal, organik apelsin, organik degandek. Organik degan zot nima? Bu yerda organikdan maqsad bo'lsa, insonlar tarafidan hech qanday qo'shimcha modda qo'shilmagan, hech qanday tarkib aralashmagan, sof, tabiiy bo'lishini ko'rsatadi. Biz shunchalik arzu qilgan, biz tashna bo'lgan narsa aslida mana mushu organik. Ya'ni mumkin qadar inson xohishining ta'siriga uchirmagan, insonlar tarafidan hech qanday qo'shimcha moddalar qo'shilmagan, eng sof, eng sog'lom, eng qimmatlik va biz eng ehtiyoj bo'lgan narsalar organik deb ataladi. Chunki har qanday tabiiy organik narsaga inson qanchalik aralashma modda qo'shgan bo'lsa, odam badaniga shunchalik ziyon olib kelishga boshlaydi va asli tabiiyligini yo'qotadi. Gerçi tashqi ko'rinish har qancha ko'rkam, jalbkor ko'rinsimi, ishlarimizga ko'p qulayliklarni olib kelgan bo'lsa-mu, ammo bizni zaharlab, salomatligimizga og'ir tahdidlarni olib keladi. Ya'ni natijada bizga foydadan bakrak ziyon olib keladi. Xo'sh, undaqda yuqorida aytganlarimiz bizning tafakkur sistemamiz, ko'z qarashlarimiz uchun o'xshash kuchga ega bo'lsa-chi? Ya'ni koinotdagi har bir jonliqqa, moddaga, o'simlikka, hatto har bir yangichog'liq narsaga tutgan pozitsiyamizni, ko'z qarashlarimizni, shundaqla ular bilan uchrashgandagi tuyg'ularimizni, ular bilan bo'lgan munosabatimizning oqibatini sizningcha kim tangshaydigandi? Koinotning qoida tartibini kim bekitgandi? Bularga zodi kim aralashadi? Organik shunoslarmi? Sog'lomlik shunoslarmi? İnsan aralashgan har bir ishdagi masalalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turib, qandaqmi bu vaqtda o'ylanmay, so'ramay tura olamiz deysiz. Biz duch kelayotgan xatar balkim biz o'ylagandanmi natijasi bak cho'ng bir xatar bo'lishi mumkin. Balkim badanimizni rak kasali qilib o'ltiradigan sanoat yemakliklardanmi bakrak xatarlik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa hayotimizdami bakrak muhim bo'lgan narsani yo'qotib qo'yayotgan bo'lsaqchi. Balkim shu topda hammadan bakrak organik bir andizaga ehtiyoj bo'layotgandimiz. Organik bilimga, hur bir aqlga degandek. Salom do'stlar, hesabda bu bir tonishtirish filmi. Tarqatmoqchi bo'lgan munosabatlik videolarni qisqacha tonishtirish bilan birga ba'zi bir muhim izohlarni bergandan keyin filmni oxirlashtiramiz. 1,5 yildan buyon izlanish natijasida ishlanib tarqatmoqchi bo'lgan shundaqla o'zgacha loyiha va mazmunlarni o'z ichiga olgan bu filmimiz 7 bölüm 100 minut qilib bitib chiqdi. Gerçi hamma to'liq ishlab bo'lmagan bo'lsak-mu, ammo asta bo'lsa-mu davomini ishlashga tirishimiz. Hamda bitib bo'lganlarini tarqatishga boshlaydigan vaqt keldi deb o'yladik. Heliqi bir so'z botdiga beliq berma, beliq tutishni o'rgat deb. Chunki oldinqisi bir qitim to'yg'izsa, keyingisi bir umr to'yg'izadi. Men hozirgi zamonning ahvolini ozroq mushning o'xshatib qolaman. Tutilib qo'llari bog'langan bir yoshni xiyol qiling. Siz pat-pat berib uningga suv berasiz. Agar bu yoshning qo'lini yishvatsangiz, suv ichishi cho'ng masala hisoblanmaydi, shundaqmi? Ya'ni avval bu yoshdagi asli masalaning yiltizini obdan bilishingiz kerak. Hozirgi fan bilimlarida o'qiyotgan o'quvchilarning qalasida mavjudotlarga nisbatan haqiqat javharidan yiroqlashgan mujmal tushunchalar mavjud. Shundaqla ular aqlning boshqalar tarafidan kontrol qilinayotganligini bilmaydigan darajada bexud ekanligini bilmaydi. Mana bu filmlarimizning maqsadi ularga berib pat-pat suv berishdan bakrak ularning ruhini, aqlini ozodlik chiqarishdan iborat. Shuning bilan birga tafakkurni echish ham qo'llariga urg'anlik yerdan bulduqlab suv chiqadigan xosiyatli bir hosilni berish. Shunda qilganligimizda tabiiy fan darslari o'quvchilarning koinot buluqidan qinib haqiqat suyini ichalaydigan huzurli bir darsga aylanadi deb umid qilaman. Oldimizda ba'zi qaymoqishlarning oldini olish uchun kichikina bir izohat berib o'tib filmni oxirlashtiraman. Do'stlar, ilm bilan bilim osonla aralashtirilib qo'yilgan ikki hukm. Shu sababdan siz qachoniki ilmga, ilmiy metod, ilmiy andizaga munosabatli bir narsa demoqchi bo'lganingizda, ba'zi kishilarga xuddi siz koinot bilimiga qarshi chiqayotgandek tuyg'u berib qo'ysiz. Shunga bu bir yurish filmini ko'rish jarayonida ikki hukmning farqini bak yaxshi ayirib bilishimiz kerak. Do'stlar, ikki hukmning biri kuzatish, yana biri bu kuzatishga berilgan bahodir. Ya'ni ilm kuzatishdir, bilim bo'lsa shu kuzatishga berilgan baho. Masalan, hujayra bo'linish jarayonida DNA aylanmasining ochilishi ilmmi, tushunchami va baholashma emas. Bilim kuzatish hamda obyektiv bo'lgan bir narsa. Ammo bu voqeaning qanday yuz berganligi haqida deyilganlarning hammasi ular bilim emas. Ular hodisani tushuntirish, izohat berish, ya'ni mavjud bo'lgan ilmning ta'biridir. Masalan, dunyoning takshish ekanligini tashabbus qilgan guruhlar hozir ilm va tushuntirishga emas, bilim va kuzatishga qarshi turadi. Albatta, keyingi qismlarda oydinlashtirmoqchi bo'lganimiz uchur ma'lumot va kuzatish bo'lmaydi. Ya'ni bilimga aloqador mazmunlar emas. Butunlay insonlar tomonidan qilingan bo'lishidan qat'iy nazar, oblesinning organikligiga va yoki sanoat ishlab chiqarilgan pecheni pranikning ziyniga ko'ngil bo'lganchilik, mohiyatini bilishga ahamiyat berilmagan ba'zi metod va tushuncha andizlar haqida izlanamiz. Mundaqcha aytganda biz kuzatishlardan gumonlanmaymiz. Ammo u kuzatishlarga berilgan hamda bizga obyektiv sifatida sunilgan baholar haqida izlanamiz.
Texmo chiqib aytganda bu izlanishimiz balkim musulmonlar fizika, ximiya degandek tabiiy fanlarga qarshi degan qarashdagi kishilarga ma'lum darajada mos kelishi mumkin. Dal aksicha, inchkilik bilan kuzatish va u vaqtda cho'nqirlashish amaliyotda Qur'onning eng ko'p buyruq qilgan masalalardan biri hisoblandi. Qolganiga men bu to'g'risida Qur'ondan faqat bir naql keltirib baqay. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Osmon va zaminning yaratilish to'g'risida fikr yurgizdi. Xo'sh, yaratilish har bir daqiqani o'z ichiga oladigan bir faoliyat. Osmon bilan zaminni butun koinot deyishga bo'ladi. Demak, uning sirtida qolgan hech narsa yo'q. O'ri turish, o'ltirish, yetish bo'lsa biz kundalik hayotimizda badanimiz orqali qiladigan fizikalik holatlarimizning hammasi shundoq. Har qanday holtingizda butkul koinot haqida tafakkur qiling deyishning o'rniga texmi tushunishlik ixcham bo'lgan kuzatishga tashabbus qilish bormi? Qur'onda bu shaklda o'simlik, yomg'ir, tog'larni ko'rmadinglarmi? Bular haqida tafakkur qilmamsizlar deganga o'xshaydigan yuzlarcha oyatni uchirta olasiz. Mana bularni inchiklab tadqiq qilishning o'zi fizika, ximiya, biologiya deb ataladi. Shuni kesib aytalamizki, oxirgi hisobda aslida din darslari fizika, ximiya, biologiyaga o'xshash koinot haqida izlanishni asosiy tema qilgan darslar. Da'vatchilar bu darslarning o'qituvchilaridir. Lekin mana bu uzun bir lekin. Ya'ni biz so'zlagan sifati bilan emas albatta. Hamda bu yerda shuni ta'kidlab qo'yishga to'g'ri keladi. Ya'ni biroz burun biz ilm-fan o'quvchilari dedik-ku. Mana bu yerdagi biz maqsad qilgan alohida shaxs albatta tabiiy fan o'qituvchilari. Do'stlar, barliq fidoyi ma'rifchilar bo'libmi tabiiy fan o'qituvchilari va o'qituvchilar kandidatlari va ko'p qismini yoshlar tarkib topgan bir guruh bilan al orasida xalq harakati olib boramiz. Ba'zi ommaviy tashkilotlarni tashkillaymiz. Hozircha bek tafsiliy so'zlab o'ltirg'im yo'q. Ammo biz Qizil Hasanning o'qituvchilar bilan organik ilm harakati nomida birlikda xizmat qilishni sinab boqamiz inshaalloh. Chunki hozirgi masalaning hal qilinishi mening so'zlashdan bakrak bir qism amaliy hal qilish chorasiga va hal qilish chorasini tepishga o'rnashga ehtiyoji bor deb qarayman. Bu albatta siyosiy, yuqoridan tövanga buyruqbozlik yoki diktator shaklida bo'lmasligi, oddiy fuqaro sifatida ixtiyoriy bo'lish kerak. Qani undaqda bir yurish video mazmunlari haqida so'zib bitib bu qismni oxirlashtiraylik. Yana shuni ta'kidlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Videolar chatma shaklda bo'lib, 4-qismni ko'rgan biraylar buni tushunish uchun oldin 3 qismni ko'rishning hojati yo'q. Har bir qism film o'z oldiga mustaqil tema va ma'niga ega. Shunlashqa biz yurishlik asarlarni e'lon qilish jarayonida film qismlarini askartib ketmaymiz. Ammo hozir har bir qismning mazmunini qisqacha tunishtirib o'tay. Birinchi qismda Allohning borligi haqidagi munozaralarda yuz beradigan ma'lum bir xatolikqa diqqat tortish orqali Risolatun Nurdan ilhom olgan va Qizil Hasa deb atalgan metodni tunishtiramiz. Va keyingi qismlarda bu metod asos qilib so'zlandi. Ikkinchi qismga munosabatga faqat shuni so'zlay. Men biroz burun tabiiy fan o'quvchilarining qallasida ba'zi dogmalar bor degan edim. Bu qismda biz tunji qitim dogmalarga qarshi ideya fikri erkinligiga chaqiriq qilamiz. Shundaq, bu asosan biz his qilmagan ba'zi fikriy tushuncha asoratlariga qarshi erkinlik harakati bo'ladi. Uchinchi qism intayin muhim hal qilg'ich bir qism hisoblandi. Bu qismning temasi mashhur atizmchining bo'shliqlarning ilohi, ya'ni siz ilm-fan tushuntirib bermaydigan yerlarga ilohni qo'ysiz degan temada. Amaliyotda bu atizmchining tanqidini qisman yo'lliq deyishgan bo'ladi. Qolganiga birinchi qismda bu vaqtda ozroq so'zlab o'tamiz. Ammo bu savolning javobi bizning bu masalaga bo'lgan ko'z qarshimizni belgilashda intayin sezgur, muhim o'rinda turadi. Shundaqla biz javobini topmoqchi bo'lgan savol ilm-fan zodi nimani tushuntirdi degan savol bo'ladi. Bu qism tabiiy fan o'qituvchilari va kandidat o'qituvchilar uchun alohida muhim deb qarayman. 4-qismda tilga ilingan tema bak aniq. Ya'ni koinotda bir tuzum qonuniyat bormi yoki tartibsizlikmi degan tema. Hozir nurg'un atizmchilarning koinotda qalayimqanchilik borligini o'tirib qo'yganligini bilamiz. Undaqda biz bir e'tiqodli musulmon kishi bo'lib sifatimiz bilan koinotda tuzum qonuniyat bor desak va uni Allohning borligiga dalil qilganimizda zodi nimani ko'z tutib deymiz. Shundaqla ba'zi atizmchilarning fizik ilmida bizga qarshi qo'llangan qalayimqanchilik nazariyasi bizga zodi nim demakchi. Nima uchun bir tarafdan tadrijiy taraqqiyotni qabul qilib, yana bir tarafdan koinotdagi qalayimqanchilik haqida so'zlash nimishqa shuncha ziddiyatli bir ahvol. 5-qismda koinotga vahiydan xoli bir shaklda muomala qilish inson jinsini qandoq bir zamonaviy jaholat patqiga patqizadi va bu zamonaviy jaholat jamiyatga qandoq yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi. Loyihalash tasavvurga o'xshash atizm dalillariga qarshi buning nihoyatda muhim bir misoli bor. Biz bu yerda odatdagiga o'xshash Qizil Hasa metodini yana bir qatim qo'llanamiz. Shundaqla oxirida yanala aslida tonish bo'lgan bir so'zni qilamiz. Qarindoshlar, sizlardan o'tinib qolar, e'tiqodni ilmning ichiga so'rab kirmayli. 6-qismdagi savolimiz mundaq. Olimlar nimishqa dinsiz? Ya'ni siz Qur'on sizni olamni tadqiq qilishga yetaklaydi deysiz. Ammo olimlar koinotni eng ko'p tadqiq qiladi. Afsus, dinsizlarning ko'pinchisi olimlar. Shundaqqa haqiqatan bek ziddiyatlik hamda odamni bek hayron qoldiradigan bir ish. Olimlar nimishqa dinsiz? Men bu statistika va masalani umuman diniy sohadagilarning inkor qilib kelganligini ko'rdim. Bu nima uchun? Buning asosiy sababi umuman o'zini to'van ko'rish psixikasidan kelib chiqqan intayin echinishli bir ahvol. Mundaqcha aytganda, haqiqat duchor bo'ladigan eng qo'rqinchli ish bo'lsa, ularni eng aldamchi, hiylagar kishilarning diktatorlik bilan boshqarishga urinishidir.
Ya'ni haqqa ehtiyoji bor kishining nazarida haqiqatni mana mush shaklda yoshirishga o'rinsiz. Do'stlar, haq yeliga muhtoj emas-ku. Biz haqiqatdan qochib turib bu dinga xizmat qilmaymiz. Bu din Anadolu'dagi savodsiz musulmon apayning Nobel mukofotiga erishgan atizmchidimi bakrak olim ekanligini, hatto olamni tadqiq qilishdimi bakrak obdan tushundiganligini ifodalaydi. Haqni so'zlashdan, yetkazishdan o'zimizni qochirmaylik. Bu to'g'riliq paranglashadigan bo'laylik. Biror qitim bo'lsa o'z-o'zimizga haq to'g'risi so'zlab boqaylik. Ya'ni hech bo'lmaganda har bir mu'min haqni o'ziga yaxshi tushundira oladigan bo'lsin. Chunki u bizning hayot falsafamizga asos solish uchun to'liq muhim bir nuqta hisoblandi. Undaqda biz nimadan qochyapmiz? Haqiqatan qochish orqali nimaga xizmat qilamiz? Buning kimga nima foydasi bor? Mundaq desa shu amon bizning tarafimizni qo'g'dash uchun Farabiy Ibn Sinolarni ko'z-ko'z qilib, bilamsiz, qarang bizning mundaq odamlarimiz bor deymiz. Siz eng hurmat qilgan olim kim? Bilamsiz, siz eng hurmat qilgan olim kishi hech qanday texnik kashf qilmagan. Bu bizga nimani tushundirdi? Hatto u o'qish yozishni bilmaydi. Undaqda nimishqa bizning eng hurmat qilgan qaltis kishimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Buningga izohat bera olamsiz? Masalan, nimishqa sizning eng hurmat qilgan qaltis odamingiz Farabiy emas? Buning orqasidagi sir zodi nima? Bizga tushuntirib bering. G'arb bizdan buning javobini saqlayotdi. Qo'lingizda olmos bor turib, G'arbga aynak ko'rsatyapsiz. Siz ularning o'yinlarini va fikr ijodiyatlarini hech savol so'roqsiz qabul qilib peshidan yuguryapsiz. Hatto ularning ijod qilgan o'yinlarda musobaqa qilishyapsiz. Ondan ularning o'yinda g'alaba qilish uchun Farabiylarni ko'zir qilib ishlatishga majbur bo'lyapsiz. Chunki sizning eng hurmat qilgan kishingizning bu o'yinda hech to'pisi yo'q. Shunga eng yuksak hurmatni bu o'yinda ko'zir qilib ishlatmaysiz. Bu yerda bir masalaning borligini his qilmadingizmi? Bu yerda bir nazariy ziddiyat bor emasmi? Amaliyotda sizning o'lchamingiz boshqacha. Fikr tasavvuringizmi o'yinlaringizmi qat'iy o'xshamaydi. Siz avval ularga sizning o'yinlaringizning ularninkidan natijasi afzal ekanligini bildirib qo'ying. Ya'ni ularga o'yinlaringizni o'rgatib qo'ying. Ular sizning o'yiningizni o'rganib, sizning o'yin sahnangizda sizdan o'tib ketishga tirishib baqsin. Mana bu haqiqiy fazilatdir. Bo'lmasa biz o'zini to'van ko'rish psixikasidan qutulolmaymiz. Shaxsiy va kollektiv tipdagi ilg'or madaniyatlarimizni qurolmaymiz. Yuqorida so'zlab o'tganlarimiz dal 6-qismning temasi bo'ladi. Savolimiz bo'lsa, tadqiqotlar qaraganda nimish ko'pincha olimlar dinsiz bo'ladi. Men 7-qism haqida nimalar desam bir oz qaymoqish bo'ladi. Shundaqdimi ozroq so'zlab o'tay. Inson bilan sun'iy aqlning qanday farqi bor? Bu savol meningcha yaqinqi yillarda yangi kun tartibimizga kelgan xalqiliq savollardan biri hisoblandi. Bu hozirgi zamon kishilar uchun ba'zi narsalarni amda bo'lsa yaxshi farq qilib, his qila olish uchun bo'lsa ahamiyatli bir savol deb qarayman. Ya'ni bu meningcha hozirgi zamon kishilariga ne'mat sifatida berilgan savol bo'lishi mumkin. Bu savolni yaxshi bir shaklda qimmatlantira olganlarga baxtli yer bo'lsin. Aslida biz 7-qismni boshqa bir tema bilan boshlaymiz. Lekin bu qismning temasini yuqorgi savolga bog'lab turib tamomlaymiz. Filmlar, temalar yuqorida so'zlab o'tganimdek davomlashadi. Albatta sizlardan kelgan inkoslarni bu xizmatimizni texmo rangdorlikka qiladi. Video har haftada bir qism tarqatildi. Mazmunlarni asta-asta yaxshi o'zlashtirib singdirib menish uchun har hafta oxiri shu haftada tarqatilgan film temasini texmo atrofli aks ettirib beradigan bir film tarqatamiz. Yetarli imkonimiz bo'lsa naq maydondan bo'lmasa oldin seni qilib hozirlagan filmni va bu filmda shu haftaning mazmunini texmo keng doirada yaxshi tushuntirishga tirishamiz. Chunki biz demoqchi bo'lganlarimizda 15 minutlik qisqa filmlarga sig'dirolmaymiz. Shunga biz hafta oxiridagi filmda shu haftalik mazmun qaytargan inkoslaringlar temaga munosabatli savollar haqida tafsiliy inchik to'xtalamiz. Bu qaysi kanallarda qanday tarqatildi, buningga qiziqsangiz bizga agishib uchurlardan xabardor bo'lishni unutmang.